obi hayot. Dengiz uzra yana quyosh chiqdi. Uning ilk nurlari o'ziga xos kurash maydonini yoritmoqda. Bu joylarga har doim tonnalab suv kelib uriladi. Dengiz har bir to'lqin orqali o'zining shiddatli kuchini qisman namoyon qiladi. Qirg'oq bo'yidagi qoyalar uning zarbalarini matonat bilan qarshi oladi. Bu katta qoya toshlarda va undagi yoriqlarda hayratomuz mavjudotlar jamoasi yashab qolish uchun kurashadi. Qirg'oq bo'ylarida sayyoramizdagi mavjud barcha qirg'oqlarda tirik mavjudotlar bir xil guruhlarga oid bo'ladi. Jamiki qoyali qirg'oqlar bir xil prinsipga amal qiladi. Ularning shakllanishi ummon va dengizlar to'lqinlaridan qirg'oqdagi qoyalar yuzasiga kelib tushadigan suv miqdoriga bog'liq. Dengiz to'lqinlari doimo zarb bilan kelib uriladigan bu kurash maydoni tirik mavjudotlarga to'la. Dengiz mavjudotlari suv ostida har bir ko'tarilish oqibatida hosil bo'ladigan yangi havzalarni egallab olishni poylab turishadi. Boshqa mavjudotlar esa bu vaqtda to'lqinlar qirg'oqqa oqizib kelgan ozuqaga serob zaxiradan foydalanib qolish uchun quruqlikdan kelishadi. Qoyali qirg'oqlar ularda yashaydigan hayvonlar turiga qarab bir necha qismga bo'lingan. Bu bo'linish dunyodagi har bir qirg'oq bo'ylari amal qiladigan prinsipni namoyon qiladi. Uni tushunish uchun bir maromda qirg'oqqa kelib uriladigan va qoyalarda parchalanadigan to'lqinlarni kuzatib turish kerak bo'ladi. Dengizlarda ayniqsa kuchli to'lqinlar ko'tarilganda 1 kvadrat metrga 10 tonnadan to'g'ri keladigan bosim qirg'oq yuzasining har bir santimetriga kelib uriladi. Agar bu to'lqinlar bir vaqtda kelib urilganda har qanday hayot o'chog'ini majaqlab tashlagan bo'lardi. Xayriyatki, bunday emas. Hayot vujudga kelishi haqida gap ketganda, qoyali qirg'oqlarning afzalligi bor. Ular qoyalarga tirmashib yashaydigan, yoriqlarda berkinib oladigan yoki suv o'tlari orasiga yashirinadigan ko'plab turli mavjudotlar foydalanadigan mayda ekotizimlarni hosil qilgan.
ularning qoyali hududlari u yerda yashaydiganlarning ehtiyoji uchun kerak bo'ladigan suv miqdoriga, yana ham aniqrog'i, ummon va dengizlar to'lqinlariga, ularning bag'ri qanchalik ochiqligiga qarab, bir-biridan keskin ajralib turadigan 3 ta qismga bo'lingan. Birinchi bo'lib, suv eng baland ko'tariladigan joy keladi. U yerda littorinalar, ya'ni qirg'oq chig'anoqlari yashaydi. Bu dengizdan ancha yiroq bo'lgan qirg'oq hududidir. Va bu yerda harorat belgilovchi omil hisoblanadi. Kun davomida harorat bir necha darajaga o'zgarib turishi mumkin. Kamdan kam mavjudotlardan bunga bardosh bera oladi. Bu yerda qirg'oq chig'anoqlari o'zlarini juda yaxshi his qilishadi. Aslida ushbu dengiz chig'anoqlari bu yerni o'zlariniki qilib olishgan desa ham bo'ladi. Haroratning o'zgaruvchanligiga juda yaxshi moslashganligi tufayli ular bu yerda bemalol hayot kechirishadi. Suv ko'tarilganda chig'anoqlar suv ostida qolishadi. Suv tagidagi bir xil harorat ularga juda manzur bo'ladi. Lekin suv pasayganda ular kuniga bir necha soat ochiq havoda qolishadi. Bu mollyuskalar odatda qirg'oq bo'ylaridagi qoyalarda uchraydi. Va ular u yerda o'sadigan suv o'tlari bilan oziqlanishadi. Mollyuskalar suv o'tlarini qirg'ichga o'xshagan qattiq va o'tkir tishlari bilan toshlar yuzasidan ko'chirib olishadi. Littorinalar issiqqa juda chidamli bo'lishadi. 40 darajadan ham yuqori bo'lgan haroratga ular bardosh bera olishadi. Littorinalarning bu jihati dengiz to'lqinlari yetib bormaydigan joylarda ham yurishlariga imkon beradi. Suv ko'tarilganda haroratning keskin sovib ketishi ularni yanada faol qilib qo'yadi. Yana bir mavjudot harakatlana olmasa-da, yashab qolish borasida littorinalardan qolishmaydi. Bu balianus, ya'ni qisqichbaqalar turkumiga mansub mo'ylovsimon oyoqli dengiz mavjudoti bo'lib, ularning turlari qurib qolishga chidamliligiga qarab suv keladigan chegaralarda uchraydi. O'zining tashqi ko'rinishiga qaramasdan, bular qisqichbaqasimonlardan bo'lib, krevetka mayda qisqichbaqalarning qarindoshidir. Ular faqat hayotining dastlabki kunlarida harakatlanishadi. Keyinchalik dengiz to'lqinlari ko'p kelib uriladigan qattiq jismlarga mustahkam o'rnashib olishadi. Dengiz suvlari ko'tarilib, ular yashaydigan ba'zi bir joylar suv ostida qolganda, balianuslar chig'anoqlarini biroz ochib, suzib yurgan zarralarni tutish uchun o'zlarining paypastlagichlarini tashqariga chiqazishadi. Qoyali hududlarning ikkinchi ekologik qismi birinchisining yonida joylashgan va u ham ajoyib ta'sirot qoldiradi. Bu suv ko'tarilishlari oralig'idagi hudud ekanligi bilan ma'lum va unda qo'sh tabaqali mollyuskalar hayot kechiradi. Qirg'oqqa uriladigan dengiz to'lqinlaridan ko'ra bu yerda suvning ko'tarilishi va pasayishi ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Bunda suvning ko'tarilishi va pasayishi orasidagi chegaralarda yashashga moslashgan mavjudotlar har 10-12 soatda suv ostidagi hayotdan suv yuzasidagi hayotga o'tib turadi. Qoyalarga yopishib olgan ming-minglab qo'sh tabaqali mollyuskalar ulkan jamoalarni hosil qiladi va o'zlariga kerakli ozuqani dengiz suvlarini filtrlab topishadi.
Balianuslar qarindoshi hisoblangan mana bu dengiz o'rdakchalarining hayoti ham mollyuskalarnikiga o'xshab ketadi. Ular toshlarga mahkam yopishib olishadi. Lekin o'rdakchalarga ancha ko'p miqdorda suv kerak bo'ladi. Shuning uchun doimo dengiz ayqirib, to'lqinlar esa ularni tinmay yuvib turadigan joylarda yashashadi. Bu ularning tez-tez suvni filtrlab, ozuqa topishiga imkon beradi. Dengiz o'rdakchalari qoya yuzasidagi har bir millimetr joyni egallab olgan mollyuska va suv o'tlari bilan raqobatlashish uchun jips to'dalarni hosil qiladi. Yirtqichlar doimo xavf solib turgani bois, bu yerda yashaydigan suv o'tlari va jonivorlar yashab qolish bo'yicha eng zo'r mutaxassis bo'lib ketishgan. Qo'sh tabaqali mollyuskalar bor bo'lgan joylar quruqlikda yashovchi jonivorlar, ayniqsa dengiz qushlarini har doim o'ziga jalb qiladi. Bu qushlar qoya toshlari yuzasining har bir santimetrini sinchiklab qarab ozuqa qidiradi. Ular suv o'tlari, dengiz suvlari hosil qilgan kichik ko'lmaklar va qoyalar yoriqlarida chuvalchang, mollyuska va qisqichbaqasimonlardan iborat ko'plab mazali fauna berkinib yotganini yaxshi bilishadi. Oq qarqara kabi yirikroq qushlar juda mohir ovchilardir. Ular ham suv ko'tarilishidan foydalanib, o'ljalarni poylab turishadi. Bu vaqtda oq qarqaralarning o'ljalari suv ko'tarilganda hosil bo'lgan ko'lmaklar qamalida qolgan bo'ladi. Bu qushlar baliq tutish bo'yicha qirg'oq bo'ylaridagi eng mohir ovchilar hisoblanib, ularning ozuqasini ko'plab turdagi jonivorlar tashkil qiladi. Ammo qo'sh tabaqali mollyuskalar makon qilgan bunday suv ko'tariladigan maydonlarga ayniqsa baliqchi qushlar tez-tez kelib turadi. Chunki ular qirg'oq bo'yi qushlari hisoblanib, ozuqani asosan shu yerdan topadi. Baliqchi qushlar har kuni qirg'oq chegaralari bo'ylab tinmay uchib yuradi. Ozuqa topganida esa uning tepasida uchib, ovozi boricha shovqin ko'targan holda butun galaning e'tiborini jalb qiladi. To'lqinlar qoyatoshlarga olib kelib urgan baliqlarni yoki boshqa o'lgan jonivorlarning tanasi kabi organik chiqindilarini dengiz tez-tez chiqazib turishini baliqchi qushlar yaxshi bilishadi. Bu ozuqa uchun raqobat kuchli bo'lgan bir paytda butun bir galaning to'yib olishi uchun yaxshi imkoniyat.
Dengiz qisqichbaqalari qirg'oqning tepasidan pastga juda tez harakatlanuvchi mavjudotlar bo'lib, bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuradi. Ular bizni qoyali hududlarning suv eng past ko'tariladigan, suv o'tlari bilan quyuq qoplangan 3-ekologik qismga olib keladi. Biz bu yerda hammadan ko'ra quruqlikdan ko'proq qo'rqadigan mavjudotlarni uchratamiz, chunki ular suvsizlikda uzoq yashay olishmaydi. Ularning hayotini suvning ko'tarilishi va pasayishi belgilaydi. Dengiz sathining doimiy o'zgarib turishi bu mavjudotlarning hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu yerda yashaydigan organizmlar uchun suvning chekinishi kulfatning o'zginasidir. Shuning uchun ular suv butkul pasayib ketganda ham o'zida namlikni saqlab qolishga juda yaxshi moslashgan. Dengiz animonlari, ya'ni ayiqtovon gullilar oilasiga mansub dengiz o'tlarining shilliq pardasi shunday xususiyatga ega. Suv yo'q bo'lgan paytda ular paypaslagichlarini bir zumda yig'ib oladi. Aynan shu qismda dengiz sathi ko'tarilganda ko'lmaklar ko'proq hosil bo'ladi. Ushbu mayda ko'lmaklar o'zining kislorod, harorat, tuz va kislota miqdorining keskin farqlanishi kabi moddiy va kimyoviy xususiyatlarga ega. Bu o'ziga xos suv havzalarida yashaydigan mavjudotlar suvning doimiy o'zgarib turishiga chidamli alohida fiziologik moslashuvchanlik xususiyatiga ega. Ba'zi bir kamchiliklariga qaramasdan suv ko'tarilganda hosil bo'ladigan o'ziga xos bu suv havzalarida ko'plab turdagi organizmlar yashab, bu joylarning ozuqaga serobligi, yirtqichlar hujumi va kuchli to'lqinlardan himoyalanishga qulayligi kabi ijobiy tomonlaridan juda unumli foydalanishni bilishadi. Shuningdek, bu joy nasl qoldirish uchun ham juda qulaydir. Bir so'z bilan aytganda, bu joylarning bioxilma-xilligi juda hayratlanarli. Dengiz tipratganlari ko'pincha suv ko'tarilganda hosil bo'ladigan havzalarda yashaydigan mavjudotlardan bo'lib, lekin ular har doim suv tagida bo'ladi. Tikanlari yordamida ularning har biri toshlarda chuqurchalar hosil qilib, o'sha yerda yashirinib yotishadi.
Biroq tipratganlar ozuqa qidirib, u yoqdan bu yoqqa bemalol yurishlari ham mumkin. Ular og'zidagi 5 ta harakatlanadigan tishi orqali tosh sirtidagi ko'plab suv o'tlarini qirib oladi. Dengiz tipratganlari o'zlarining ninalari va tanasi ustidan chiqqan oyoqchalari bilan harakatlanishadi. Oyoqchalarning uchida esa kuchli so'rg'ich bo'lib, ularning turli yo'nalishda harakatlanishiga imkon beradi. Dengiz tipratganlarining bu o'ziga xos oyoqchalari suyuqlik bilan to'lgan kanallardan iborat bo'lib, gidravlika prinsiplari asosida harakatlanishni ta'minlaydi. Suv ko'tarilganda hosil bo'ladigan havzalar nafaqat mavjudotlar zid joylashgan kichik shaharcha, balki bolalar bog'chasi bo'lib ham xizmat qiladi. Qirg'oq bo'ylarida erkin suzib yuradigan dengiz mollyuskalarining bir turi bo'lgan karakatitsalar suv ko'tarilganda hosil bo'ladigan havzalarga tez-tez kelib turadi va u yerga bir hovuch tuxum qo'yib ketadi. Sababi bu joylarga yirtqichlar kamdan kam keladi. Kichik karakatitsalar bu yerda birin-ketin xavf-xatardan xoli bo'lib dunyoga kelishadi. Holbuki ular tug'ilishlari bilanoq yashab qolishga yetarli xususiyatga va niqoblanish qobiliyatiga ega bo'lsalar-da, hayotlarining birinchi kunlarida bu yerda dushmanlardan berkinishlari mumkin. Bu vaqtda mana bu mayda qisqichpaqasmonlar ma'lum muddat ularning qo'shnilari bo'ladi. Ko'plab turdagi mayda qisqichbaqalar taqdiri butun hayotlari davomida qirg'oq bo'yidagi suv ko'tarilganda hosil bo'ladigan kichik havzalar bilan bog'liq bo'ladi. Bu mayda qisqichbaqalar ushbu joylardagi mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanadi. Ular uchun bu yerda turli-tuman boy ozuqa va ajoyib himoya mavjud. Toshlardagi yoriqlar berkinib olish va qorong'u tushguncha quyosh nurlaridan soyalanish uchun juda qulay joy. Qornidagi yuzlab bo'lajak mayda qisqichbaqalar shu yerda dunyoga kelishadi. Bu lichinkalar yaqin orada qirg'oq bo'ylaridagi suv ko'tarilganda hosil bo'ladigan havzalar qizg'in hayotining bir qismiga aylanadi.
shuningdek qisqa muddatlarda quruqlik va dengiz o'rtasidagi shiddatli kurashda ishtirok etadigan mavjudotlarning ulkan jamoasiga qo'shilib ketadi. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.